Sirot ko'prigidan o'ta olasanmi? Mahshar kunida hisob kitoblar tugaganidan so'ng jahannam ustida bir ko'prik quriladi. Bu ko'prikka Sirot ko'prigi deyiladi. Alloh o'sha kunda ba'zi bandalariga shafaat qilishga izn beradi. Bu ko'prikdan barcha insonlar o'tishga majbur bo'ladilar. Ular orasida taqvo egalari, Allohga itoat qilganlar, dunyoda qilgan amallari go'zalligi va chin qalbdan bo'lgan samimiyatiga qarab, yengil va tez o'tib jannatga yetadilar. Ammo isyonkor va gunohkorlar tez cho'ktirilib do'zaxga tashlanadilar. Ular orasida kofirlar doimiy ravishda jahannamda qoladilar. Lekin qalbida zarracha iymoni bo'lgan gunohkorlar jazolarini olganlaridan so'ng yoki Allohning cheksiz rahmati bilan bir kun jannatga kiradilar. Jannatga yo'l olgan bandalarni farishtalar kutib oladilar. Taqvodorlar jannat sari to'dalab yetaklanadilar. Nihoyat unga yetganlarida eshiklari ochiladi. Ularning oldidan jannat qo'riqchilari sizlarga salom bo'lsin. Qanday baxtlisizlar. Endi abadiy qolish uchun kiraveringlar deydilar. Zumar surasi. Va yana farishtalar, bugun bu sizlarga va'da qilingan kun deydilar. Qof surasi. Bu ko'prik Sirot. Hadislarda u soch tolasi kabi nozik, qilichdan o'tkir deb tasvirlangan. Muslim rivoyati. Ustida 7 bekat bor. Har birida farishtalar turib, insondan ma'lum savollarni so'raydi. Iymoning bormi? 5 vaqt namozni ado qildingmi? Zakot berdingmi? Ramazon ro'zasini tutdingmi? Haj amalini bajardingmi? Ota-ona, qarindosh, qo'shni va insonlarning haqlariga rioya qildingmi? Junublikdan tozalandingmi? Ya'ni g'usl va tahorat qildingmi? 6-bekatda insonlar orasidagi haq so'raladi. Bu masala shu qadar muhimki, odamlar jannat eshigiga yetgan paytda ham to'xtatiladi. Kimda kimning birovdan tuksiz ipchalik haqqi qolgan bo'lsa, bu eshik ochilmaydi deya nido qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Sirotdan birinchi o'tuvchilar chaqmoqdek o'tadi, so'ng shamoldek, ba'zilari ot kabi chopib, ba'zilari yugurib, yana boshqalar yurib, ba'zilar emaklab, ba'zilari esa sudralib o'tadi. Ularning barchasi o'z amallari bilan o'tadi. Buxoriy rivoyati. Shu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sirot ko'prigining boshida turib, doimiy ravishda shunday duo qiladilar: Ey Robbim, salomatlik ber, salomatlik ber. Termiziy rivoyati. Sirotning ikki chetida ilgaklar, changallar osilgan bo'ladi. Ular Allohning buyrug'ini kutib turadi. Kimga buyurilsa, o'shani tortib oladi. Ba'zilar tirnalib, jarohatlanib qutuladi. Ba'zilar bevosita do'zaxga qulaydi. Jahannam olovi mu'minlar o'tayotganda shunday deydi: Ey mu'min, tezroq o'ta qol. Sening nuring mening olovimni o'chirib qo'yadi. Bayhaqiy rivoyati. Hazrati Oysha roziyallohu anha dedilar: Bir kuni do'zaxni eslab yig'ladim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni bu holatda ko'rib, "Ey Oysha, nega yig'layapsan?" deb so'radilar. Do'zaxni esladim. Qiyomat kuni siz payg'ambarlar oila a'zolaringizni eslaysizmi dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday javob berdilar: 3 ta joy bor, u yerda hech kim boshqasini o'ylamaydi. Mezonda amallar tortilayotganda tarozi og'irmi, yengilmi bilmaguncha, amal daftarini qayerdan olishini bilmaguncha, o'ngdanmi, chapdanmi, orqadanmi, Sirot ustiga kelganda ilgaklardan qutula olishini bilmaguncha. Hakim rivoyati. Har bir qilingan gunoh Sirot ustiga osilgan bir changaldir. Ular u yerdaligida Sirotdan o'tish juda og'ir yoki imkonsizdir. Kim istasa bu changallarni ko'paytirsin. Kim istasa tavba va istig'for bilan ularni yulib tashlasin. Ibn Qayyim. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Magar kim tavba qilsa, iymon keltirib yaxshi amallar qilsa, bas, Alloh ana o'shalarning yomonliklarini ezgu amallarga aylantiradi. Alloh kechiruvchidir, nihoyatda rahimlidir. Furqon surasi.